mani asal janalarim, mani maza qilib kuzatadigan hurmatli opa singillar, ko'rib turganinglardek magazinga sizlar uchun yengilliklardan olib kelib qo'ydik. Bularni nafaqat ko'chaga yoki namozlik qilib, balki umralarda ham mazza qilib kiyasizlar. Chunki o'zim borganman, qanaqa material jonni rohatligini bilganim uchun sizlarga ipek namozliklardan olib kelib qo'ydik. Ko'rib turganinglardek egnimdagi rangi va Madinada kiyishinglar uchun qaranglar, yashilidan ham olib kelganmiz. Madinada albatta yashil kiyim kiyinglar, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rgan ranglari va bu yoqda oq ham bor. Ular oqni ham yaxshi ko'rganlar va bu yoqda bordoviy, bu esa har qanaqa ayolni bittada yoshartirib yuboradigan rang. Bilasizlar, bordoviy hech qachon trenddan qolmaydi. Bordoviylardan ham olib kelib qo'yganmiz va mana bunaqa rasvetkalari bu juda ham moda bo'ldi hozir. Bu yoqda esa juda ham современный rasvetkalari. Undan tashqari mana bunaqa bizda